İslam degan nima? İslam degan tinchlik, bo'ysunish degan ma'nolardan kelgan bo'lib, lug'atda bo'ysunish, itoat qilish va tinchlik deganni bildirdi. Umumiy jihatdan aytganda, islom dinini tövandagidek bir qancha nuqtadan tushunishga bo'ladi. Birinchi, e'tiqod nuqtasidan. Islom Allohning birdan-bir ilohligiga, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning elchisi ekanligiga ishonish va Allohning buyrug'iga chin qalbidan bo'ysunishdir. U faqat bir yurish qoida yo'sinlarla emas, balki insonning butun hayotini belgilaydigan bir yashash shaklidir. Ikkinchi, islomning 5 asosiy to'riki. Bir kishining musulmon bo'lish va diniy hayotini qurib chiqish uchun tövandagi 5 farzni ado qilishi talab qilinadi. Birinchi, kalima shahodat. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisidir deb guvohlik berish. Ikkinchi, namoz. Kunda 5 vaqt namoz o'qish. Uchinchi, ro'za. Ramazon oyida ro'za tutish. To'rtinchi, zakot. Boyligi belgilik chekayotganlarning yiliga bir qatim fiqir miskinlarga mol mulkidan sadaqa berishi. Beshinchi, haj. Qurbati yetganlarning umrida bir qatim Ka'bani tavob qilish. Mana bu islomning 5 asosiy to'riki. Uchinchi, islomning maqsadi. Islom dinining asosli maqsadi insonlarni yaratquchisi bilan tanishtirish, jamiyatda adolat, tinchlik, mehribonlik va go'zal axloqni tiklashdir. Qur'on Karimda deyilganidek Muhammad sallallohu alayhi va sallam butun ahli olamga rahmat qilib avatilgan. To'rtinchi, asosliq manbalar. Islom dini ikki cho'ng manbaga tayanadi. Birinchi, Qur'on Karim, Allohning so'zi, insoniyatga avatilgan eng oxirgi ko'rsatma. Ikkinchi, sunnat, hadis, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning so'z harakatlari va ko'rsatmalari. Xulosa, islom inson bilan yaratquchi, inson bilan inson, hatto inson bilan tabiat o'rtasidagi munosabatni eng go'zal shaklda tartibga soladigan tinchlik va hidoyat yo'lidir. Iymonning shartlari degan nima? Iymonning shartlari bir kishining musulmon bo'lishi uchun qalbi bilan jazman ishonishi zarur bo'lgan 6 turlik asosdir. Islomda bular iymonning asoslari debmi ataladi. Iymonning 6 sharti tovandikicha. Birinchi, Alloh taolaning borligiga, birligiga, uning hech qanday sheriki yo'qligiga, hamma narsani yaratquchi va boshqaruvchi ekanligiga chin qalbidan ishonishdir. Ikkinchi, farishtalarga ishonish. Farishtalarning Alloh taolo tarafidan nurdan yaratilgan, gunoh qilmaydigan, yemaydigan, ishmaydigan va Allohning buyruqlarini bajo keltiradigan nuroniy maxluqlar ekanligiga ishonishdir. Uchinchi, kitoblarga ishonish. Alloh taolaning insonlarni hidoyat qilish uchun payg'ambarlar orqali kitoblarni avatganligiga ishonishdir. Biz eng oxirgi kitob Qur'on Karimga va uningdan burungi tushirilgan asldagi Tavrat, Injil va Zaburga ishonamiz. To'rtinchi, payg'ambarlarga ishonish. Alloh taolaning tunji inson Odam alayhisalomdan tortib eng oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamgacha nurg'un payg'ambarlarni avatganligiga, ularning hammasining to'g'ri yo'lni ko'rsatguchi ekanligiga ishonishdir. Beshinchi, oxirat kuniga ishonish. Bu dunyo hayoti oxirlashgandan keyin butun insonlarning qayta tirilib qilgan amallari uchun hisob beradiganligiga, jannat va do'zaxning borligiga ishonishdir. Oltinchi, taqdirga, ya'ni yaxshilik va yomonlikning Allohdan ekanligiga ishonish. Dunyoda yuz beradigan barliq ishlarning, yaxshilik va yomonlikning Allohning bilishi, irodasi va yoritishi bilan bo'ladiganligiga ishonishdir. Islom bilan iymonning farqi nima? Bu ikkisi bir-biriga zich bog'liq, ammo kichik farqi bor. Islom sirtqi amallarni, namoz, ro'za, hajni ko'rsatadi. Iymon qalbdagi ishonchni, ya'ni yuqorqi 6 shartni ko'rsatadi. Bu 6 shartning biriga ishonmaslik iymonning mukammal emasligini keltirib chiqaradi. Iymonli qalb degan nima? Iymonli qalb degan so'zni bir jumla bilan aytganda, Allohning borligini va nazorat qilib turadiganligini har daqiqa his qilib turadigan, arom topgan va nurli qalb demakdir. Islom tushunchisida iymonli qalbning bir qancha muhim belgilari
va xususiyatlari bor. Xotirjamlik va oromlik. Iymonli qalb dunyoning g'am-qayg'ulari, qo'rqinchlari oldida osonla bel qo'yib etmaydigan, Allohga tayanganligi uchun ishki bir tinchlikka erishgan qalbdir. Qur'on Karimda deyilganidek, bilinglarki, qalblar faqat Allohni aslash, zikr bilanla orom topadi. Sura Rad 28-oyat. Mehribonlik va yumshoqlik. Iymonli qalb tosh yurak emas, balki yumshoq bo'ladi. U boshqalarning azobini his qiladi. Yetim yesirlarga, ojizlarga qarata shafqatlik bo'ladi. Chunki iymon insonni go'zal axloqqa va boshqalarga yaxshilik qilishga yetaklaydi. Allohdan hayo qilish, taqvodorlik. Iymonli qalbning eng chong alohidligi hech kim yo'q yerdimi Allohning ko'rib turadiganligini bilib, gunohdan o'zini tortishdir. Yomon bir ish qilib qolsa, darhol pushaymon qiladi va tavba bilan qalbni pokizlaydi. Ko'ralmaslik va o'chmanlikdan xoli bo'lish. Haqiqiy iymonli qalb boshqalarning baxtiga hasad qilmaydi. Kishilarga nisbatan ichida dushmanlik, o'chmanlik saqlamaydi. U boshqalarga o'ziga tilagan yaxshilikni tilaydi. Iymonli qalbni qandoq yetildirgili bo'ladi? Iymonli qalbni tafakkur qilish, koinotdagi sirlar va yoritilish haqida o'ylanish, ibodat, namoz va duo orqali yaratquchi bilan bo'lgan aloqani kuchaytirish, halol luqma, pokiz va halol rizq bilan oziqlanish. Bu qalbning nurini oshiradi, deb qaraladi. Yaxshi so'z va amal, tilini va qo'lini yomonlikdan to'sish. Qisqasi, iymonli qalb pokizlikning, samimiyatning va sevgining manbasidir. U Alloh uchun suyudi va Alloh uchun o'sh ko'radi. Bugungi shavqin-suranlik dunyoda qalbni qanday qilib texmi xotirjam tutqili bo'ladi? Bugungi kunda nurg'un kishilar sirtqi dunyoning aldirashchiligida o'z ichidagi dunyosini, qalbini unutib qoladi. Qalbni xotirjam tutish uchun tövandagi bir qancha nuqtalarga diqqat qilish kerak. Birinchi, ihson darajasini his qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh seni ko'rib turgandek ibodat qilish. Sen uni ko'rmasangmi, u seni ko'rib turadi, deb tushundirgan. Ta'siri, agar biz har bir qadamimizda, har bir so'zimizda Allohning bizni ko'rib, anglab turganligini his qila olsak, yolg'iz qolganda qo'rqinishdan, qiyinchilikqa yo'liqqanda umidsizlikdan qutulamiz. Bu eng chong xotirjamlik manbasi. Ikkinchi, davomliq zikr, ya'ni aslash bilan shug'ullanish. Zikr faqat tasbih tortishla emas, balki qalbni Alloh bilan bog'lash demakdir. Amaliyotda kunlik turmushda subhanalloh, alhamdulillah degan so'zlarni chin qalbdan aytish qalbdagi dunyoviy g'amlarni yuvib tashlaydi. Chunki inson o'zining ojizligini va Allohning ulug'ligini tunig'ida yuki yeniklab qoladi. Uchinchi, Qur'on Karim bilan so'zlashish. Qur'onni faqat o'qib qo'yishla emas, balki uningdagi so'zlarning bizga xitob qilinayotganligini his qilish kerak. Ta'siri, Qur'on qalbning shifosidir. U sizga yo'l ko'rsatadi, qalbingizdagi tugunlarni yishidi. To'rtinchi, dunyoning o'tkinchiligini tushunish. Iymonli qalb shuni biladi-ki, bu dunyodagi xushallikmi, azobmi mangulik emas. Natijada biror qiyinchilik kelganda, bumi o'tib ketadi. Alloh men bilan billa deydigan ishonch tug'iladi. Bu ishonch sizni ruhiy tushkunlikdan saqlaydi. 5. Yaxshi niyat va go'zal axloq. Boshqalarga yaxshilik qilish, adovat saqlamaslik qalbni pokizlaydi. Hikmat, ko'ralmaslik, o'shmanlik va ochiqlanish qalbni qora qiladigan zahardir. Iymonli qalb kechirimchan bo'ladi. Chunki u o'zining Allohning kechirishiga muhtoj ekanligini biladi. Bir taklif, bugun o'zingizga sal vaqt chiqarib, tinch bir yerda o'ltirib, o'zingizning yaralishi, nima uchun yashayotganligingiz va Allohning sizga bergan ne'matlari haqida bir oz tafakkur qilib ko'ring. Bu qalbingizga g'alati bir oromlik beradi. Sizningcha hozirgi zamonda kishilarning qalbini eng ko'p beorom qiladigan narsa nima? Meningcha, bugungi kunda kishilarning qalbini eng ko'p beorom qiladigan narsa selishtirish va nafsning cheksiz orzulari. Birinchi, boshqalar bilan selishtirish, ya'ni ijtimoiy taratqularning ta'siri. Hozir kishilar o'z turmushini boshqalarning ko'rsatgan eng esil daqiqalar bilan selishtirdi.
boshqalarning boyligi, chiroyi yoki baxtiga qarab o'zida bor bo'lgan ne'matlarni ko'ranmaydigan bo'lib qoladi. Bu qalbdagi shukrni o'ltirib, o'rniga hasad va norozilikni elib keladi. Ikkinchi, kelgusidan ansirash, ya'ni tavakkulning ojizligi. Nurg'un kishilar ati nima bo'la, Bolalarım qandaq kun ko'ra, och qolarmi deb tug'mas bir ansizlik ichida yashaydi. Iymonliq bir qalb uchun rizq berguchi Allohdir degan ishonch bir tayanch edi. Ammo bugungi moddiyatchi dunyoda kishilar hamma narsani o'zim hal qilishim kerak deb o'ylab ziyoda charchab ketadi. Uchinchi, ichki dunyoning quruqligi. Sirtdan qaraganda hamma narsa to'liqda qilsimi, ammo qalb ruhiy ozuqdan, ya'ni iymon, zikr, ibodatdan ayrilib qolsa, bir xil yolg'izlik va ma'nisizlik his qiladi. Kishilar bu bo'shliqni ko'ngil echish yoki mol setib bilan to'ldirmoqchi bo'ladi. Ammo qalbning tashnoligini yanala qondira olmaydi. Bir hikmat bor. Dunyoni qo'lingizga eling, ammo qalbingizga kirgizmang. Chunki kema suvning ustida tursa, mangidi. Suv kemining ichiga kirsa, kema cho'kadi. Bugungi kishilarning qalbi dal shu dunyo suyi kimning ichiga kirib ketgachga eg'irlashib, cho'kayotgandek his qilyotadi. Bu eg'irlikdan qutulishning eng unumli yo'llari haqiqiy tavakkul va nafsini tizginlash. Tavakkul, ya'ni bo'ysunish. Bugungi insonlar hamma narsani o'z kontrolligida tutmoqchi bo'ladi. Kelgusini, rizqni, boshqalarning ko'z qarashini, bularni kontrol qilolmaydiganligimiz uchun qalbimiz eg'irlashib ketadi. Agar biz qo'limizdan kelganini qilib, qolganini Allohga topshirdim deb o'zimizni Allohga topshirishni o'rgansak, qalbimizdagi yukning ko'p qismi birdamdala tushib qoladi. Nafsni azaytish. Biz dunyoni egilashga tirishgan sari eg'irlashimiz. Dunyodan voz kechgan sari yeniklaymiz. Ehtiyojimizdan ortiq orzularni qo'g'lishni to'xtatganda qalb nafas olishga boshlaydi. Qalbning martabalari. Qur'on Karim va hadis shariflarga eng uyg'un bo'lgan shaklda qalbning haqiqiy mohiyatini va uning martabalarini tushunish uchun biz Qur'ondagi 3 asosli atalg'iga diqqat qilishimiz kerak. Alloh taolo Qur'onda nafsni, qalbning harakatlantirish kuchini mushu 3 xil sifat bilan tasvirlagan. Birinchi, nafsi ammora, ya'ni yomonlikqa bahmi buyurg'uchi nafs. Bu sifat Yusuf alayhisalomning tilidan Qur'onda mundaq bayon qilinadi. Nafs haqiqatan yomonlikqa bakmi buyurg'uchidir. Faqat Rabbim rahim qilganlarla buningdan mustasno. Sura Yusuf 53-oyat. Mohiyati bu qalbning shahvat, havas va shaytonning izidan mangadigan holati. Bu bosqichdagi odam Allohning buyurganlarini o'ylayolmaydi. Faqat nafsning xushalligini qo'g'lishidi. Ikkinchi, nafsi lavvama, ya'ni o'zini aybliguchi nafs. Alloh taolo qiyomat surasida bu nafs bilan qasam qiladi. O'zini aybliguchi nafs bilan qasam qilamanki, sura qiyomat 2-oyat. Mohiyati bu mo'minning qalbi. U gunoh qilib qolsa pushaymon qiladi. O'zini ayblaydi va darhol tavba qilib Allohga qaytadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki qilgan yaxshi ishidan xo'shal bo'lsa, yomon ishidan qayg'ursa, u mo'mindir. Ya'ni Tirmiziy rivoyati. 3-chi, nafsi mutmainna, ya'ni xotirjam bo'lgan nafs. Bu qalbning eng yuqori va eng go'zal holati bo'lib, Qur'onda mundaq sifatlanadi. Ey xotirjam bo'lgan nafs, sen Rabbingdan rozi bo'lgan, Rabbing sendan rozi bo'lgan holda uning dargohiga qaytqin. Ya'ni sura Bajr 27-28-oyatlar. Mohiyati bu qalb Allohning zikri bilan to'liq aram olgan, taqdirga rozi bo'lgan qalbdir. Bu qalbda shak, shubha va qo'rqinch yo'qdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarida qalbning ahvoli. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qalbning naqadar muhimligini mundaq ochiq bayon qilgan. Qalb badanning podshohi. Bilinglarki, badanda bir parcha go'sht bor. U tuzalganda butun badan tuziladi. U buzilganda butun badan buziladi. U bo'lsa-mu qalbdir. Ya'ni Buxoriy rivoyati. Allohning nazargohi.
Allah sizlarning tashqi ko'rinishinglarga va mol-mulkinglarga qaramaydi. Balki sizlarning qalbinglarga va amallaringlarga qaraydi. Muslim rivoyati. Qur'on Karim va hadis shariflarining ko'rsatmasi bo'yicha qalbni pokizlash, ya'ni tozalash bir musulmonning hayotidagi eng cho'ng g'albisidir. Alloh taolo Qur'on Karimda qalbni pokizlagan kishi haqiqatan nijot topquchi, ya'ni Sura Shams 9-oyat deb buyurgan. Qalbni pokizlashning amaliy bosqichlari tövandagidek bo'ladi. Birinchi, davomli tavba bilan istig'for aytish. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: odam bolasi bir gunoh qilsa, uning qalbiga bir qora chekit tushidi. Agar u tavba qilsa, u chekit o'chiriladi. Ya'ni Tirmizi rivoyati. Kunda kam deganda 70-100 qatim astag'firulloh deb samimiy tavba qilishni odatga aylantirish qalbni gunoh tutuqlaridan pokizlaydi. Ikkinchi, Allohni ko'p aslash, ya'ni zikr. Zikr qalbning shifosidir. Alloh taolo deydi: "Bilinglarki, qalblar faqat Allohni aslash bilanla orom topadi." Ya'ni Sura Rad 28-oyat. Subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh degan so'zlarni ko'p aytish qalbni dunyoning g'amlaridan ozod qilib, nur bilan to'ldiradi. Uchinchi, Qur'on o'qish va tafakkur qilish. Qur'on qalbning kasalliklariga, ya'ni hasad, kibr, shak, shubhaga qarshi eng kuchli doridir. Kunda oz bo'lsa-mu, ma'nisiga cho'kib turib Qur'on o'qish. Qur'on nuri qalbni jalolatadi. To'rtinchi, qalbni yomon sifatlardan xoli qilish, ya'ni tahliya. Qalbni pokizlash uchun oldi bilan uningdagi axlatlarni chiqarib etish kerak. Hasad, boshqalarga berilgan ne'matga ishtorlik qilish. Kibr, o'zini boshqalardan ustun chaqlash. Dunyoparastlik, dunyoni qalbining markaziga qo'yib olish. 5. Qalbni go'zal axloq bilan bezash, ya'ni tahliya. Qalb bo'shalgandan keyin uni yaxshi sifatlar bilan to'ldirish kerak. Sabr va shukr, qiyinchilikda sabr, ne'matga shukr qilish. Ixlos, har bir ishni faqat Allohning rizoligi uchun qilish. Muhabbat, Allohni, payg'ambarlarni va mu'minlarni chin qalbidan suyish. Qalb xuddi bir aynakka o'xshaydi. Gunohlar uningga tushgan to'pichanglardir. Agar siz uni har kuni tavba bilan va zikr bilan surtib turmasangiz, aynak qordab ketadi. Da Allohning nurini aks ettirolmaydigan bo'lib qoladi. Sizning haqiqiy dunyoingiz. Islom dini bizga shuni o'rgatdiki, dunyoning tinchligi sirtdagi boylik yoki amal bilan emas, balki ichki dunyoning, qalbning pokizligi bilan keladi. Iymonning 6 sharti bizning put taraf turadigan asosimiz bo'lsa, qalbni pokizlash shu asosning ustiga qurilgan nurliq bir uydir. Qalbni pokizlash bir qatimliq ish emas, balki umrlik musofa. Siz har qatim astag'firulloh deganingizda qalbingizdagi bir qora chekitni surtisiz. Har qatim shukr qilganingizda qalbingizga bir nur kiradi. Oxirida siz nafsi mutmainna, ya'ni xotirjam qalb martabasiga yetganingizda atrofingizdagi bo'ron chopqinlar sizni qo'rqitolmaydigan bo'ladi. Esingizda bo'lsin, dunyo sizning qo'lingizda bo'lsin, ammo qalbingizga kirmasin. Chunki qalb faqat Allohning nuri bilan to'ladigan eng muqaddas joydir. Bu go'zal musofada qalbingizga yo'riqlik, ruhingizga xotirjamlik yor bo'lsin.